Assalomu alaykum barchaga. Bugun Savchenko masalalar kitobining 1-2-5 hamda 1-2-6 masalalarning yechimini ko'rib o'tamiz. 1-2-5 masalaning sharti quyidagicha. Shassida avtomobillar kolonnasi harakatlanmoqda. Har bir avtomobil shassining notekis qismiga kelganda tezligini V1 dan V2 gacha kamaytiradi. Bu qismda avtomobillar bir-biri bilan to'qnashib ketmasligi uchun ularning kolonnadagi oraliq masofasi qanday bo'lishi lozim? Har bir avtomobilning uzunligi L ga teng. Xo'p, avtomobillar kolonnasi degani nima degani? Avtomobillar qatori degani, to'g'rimi? Xususiy holatda esa buni biz aytishimiz mumkinki, masalan, avtobuslar qatori, masalan, biron bir joydan biron bir joyga sayohatga chiqqan talabalar, o'quvchilar, maktab o'quvchilari bo'ladigan bo'lsa, 5 ta 6 ta masalan, misol uchun-da bu. Misol uchun, demak, 5 ta 6 ta avtobusga o'tirishgan va oralaridagi masofalar ham bir xil kelishyapti. Shu holatni misol keltirishimiz mumkin. Endi buni chizib olamiz. Masalan, demak, mana bu birinchi avtobus. Birinchi avtobus. Bu ikkinchi avtobus. Avtobuslar orasidagi masofani x deb olamiz. Demak, ular orasidagi masofa x. Hamda avtomobil uzunligi L deyilgan, demak, mana bu avtomobilning uzunligi esa L ga teng. Endi mana bu qismni notekis qism deb olamiz. Ya'ni aytayaptiki, avtomobillar kolonnasi notekis qismga kelganda tezligini V1 dan V2 gacha kamaytiradi, deyapti. Bu qismda avtomobillarning, demak, to'qnashib ketmasligi uchun orasidagi masofa qanday bo'lishi kerak? Demak, har bir avtomobil qanaqa tezlik bilan kelyapti? Har bir avtomobil V1 tezlik bilan kelyapti. V1 bilan kelayotgan edi, ammo mana bu qism notekis qism ekanligini bilgan holatda ular, demak, mana shu notekis qismga kirayotganda tezligini kamaytirib bo'lishgan bo'ladi V2 gacha. Aytmoqchi bo'lganim, ular birdaniga tezligini V1 dan V2 gacha kamaytirib qo'ya olishmaydi. To'g'rimi? Tormozni bir bosgandan birdan tezlik V2 ga kamaymaydi, to'g'rimi? Vaqt o'tishi kerak. Shuning uchun men aytmoqchimanki, masalan, mana shu mashina mana bu notekis yo'lgacha qanaqadir D masofa qolganda tormozni bossin. Mana shu yerda tormozni bosgan va taxminan mana shu yerga kelguncha tezligi V1 dan V2 gacha nima bo'lgan? Kamaygan. Bo'lsin. Demak, tasavvur qilib oldik. Bu yergacha hammasi V1 bilan keladi, bu yerda esa tormozlanib, tezligini mana shu nuqtagacha V2 gacha tushirib, keyin hammasi nima qiladi? V2 bilan ketaveradi. Endi ular urilib ketmasliklari uchun oraliq masofa kamida qanday x bo'lishi kerak? Demak, shartni quyidagicha qo'yamiz endi. Shart quyidagicha. Mana bu mashina, mana bu ikkinchi mashina, bu birinchi mashina demak. Birinchi mashina mana bu yerga kelib, bunga to'liq o'tgandan keyin, ya'ni mana bunga kelib, bunga to'liq o'tgandan keyin o'sha V2 tezlik bilan ketaveradi. Hamma gap. Mana bu mashina bu yerdan mana bu yerga o'tib olishida. Mana shu yerdan mana shu yerga o'tib olishida. Bu yerga o'tib olishi uchun bu mashina qanaqa vaqt harakatlanishi kerak? Bu mashina buning uchun avval mana bu 3 qismiga qaraymiz, 3 qismiga. Bu mashinaning 3 qismi avval, 3 qismi mana. 3 qismi avval mana shu D masofani o'tish kerak. D masofani o'tgandan keyin nima qilish kerak? Mana bu qismda o'zini ham uzunligini o'tish kerak. Demak, mana bu mashina harakatini ikkita vaqtga ajratamiz. Birinchi vaqt, demak, 3 qismi avval D qismini o'tish kerak, keyin esa g'adir-budur qismda yurganda esa nima qilish kerak? O'zining uzunligini ham o'tishi kerak. Endi bu mashina esa xuddi o'shancha vaqtda, ya'ni mana bu mashina mana bu yerga o'tib olguncha bu mashina
mana bu yerga kelib, mana bu yerga kelib, keyin esa 3 qismi mana shu yerga kelishi kerak, mana shu yerga. O'sha vaqtda mana bu mashina demak bu yerdan mana bu yerga kelguncha bu mashina bu yerdan mana shu yerga kelishi kerak. Nima uchun? Chunki bu chegara masofa. Endi hozir oraliqda vaqtlarni tenglashtiramiz. Vaqtlarni tenglashtirganda oraliq bir 1 millimetr ham joy qolmaydi-da. Juda kam, lekin tegib ketmaydigan darajada bo'ladi. Ya'ni bu chegarani aniqlayapmiz hozir biz, chegarani. Endi vaqtlarni shunaqa vaqtlarga ajratganimizda, ya'ni mana buni bu yergacha kelib, keyin bu yerga kelish vaqti. Buni esa bu yerdan bu yergacha kelishi va mana bu yerga kelish vaqtlarini hisobga olganimizda, ikkala jism ham, ikkala mashina ham mana bu yergacha keladimi? Ikkala jism ham mana bu yergacha keladi va ikkala jismning ham mana shu yerga kelish vaqtlari tengmi? Demak, bu vaqtni ikkala jismdan ham olib tashlashimiz mumkin. Chunki ikkala jismda ham bu vaqtlar teng. U vaqtlar teng bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu mashinaning bu yerdan bu yerga kelish vaqti bilan bu mashinaning bu yerdan bu yerga kelish vaqtlarini tenglashtirib qo'yishimizning o'zi yetarli bo'ladi. Demak, boshladik. Mana bu mashina bu yerdan bu yerga kelayotganda qanaqa tezlikda harakatlanadi? Mana shu yerga kelguncha o'zi v tezlikka tushgan tezligi. Keyin demak bu yerda qanaqa harakatlanadi? Tekis harakatlanadi mana bu yerda. Demak, bu masofa L bo'lganligi uchun L taqsim v2 ni tenglashtirib qo'yishimiz kerak biz. Bu mashinaning bu yerdan bu yerga kelish vaqti. Bu yerdan bu yerga kelish vaqti mana 3 qismiga qaraymiz. Mashinaning 3 qismiga. 3 qismi avval x ni o'tish kerak, keyin esa nima qilish kerak? L ni o'tish kerak. Demak, x plus L taqsim v1 bo'ladi. Mana shu yerdan x ni topib qo'yamiz demak. V1 bu tomonga o'tganda tepaga chiqadi. Demak, v1 L taqsim v2 ayrilgan L teng x bo'ladi. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, x teng L ni chiqarib oladigan bo'lsak, v1 taqsim v2 minus 1 ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, qaytarib o'taman. Mana bu mashina bu yerdan mana bu yerga kelib, mana bu yerga kelguncha bo'lgan vaqt bu mashinaning bu yerga kelib, mana bu yerga kelguncha bo'lgan vaqtiga teng bo'lyapti. Keyingi oraliqni nimaga qaramayapmiz? Chunki keyin ikkalasining ham tezligi nima bo'ladi? V2 ligicha davom etadi. O'sha orasida bo'lsa juda kichkina bu chegarani olyapmiz-da biz. Chegarani olyapmiz chunki. Chegarani. Ya'ni x masofa mana shundan katta bo'lsa, x masofa mana shundan katta bo'lsa, demak, urilmaydi. X masofa mana shu uzunlikdan katta yoki teng bo'lishi kerak. Teng bo'lsa orasida juda kichkina masofa qoladi. Hisobga olmas darajada kichik. Hozir demak vaqtlarni kesib tashlaganimizni hamma tushundi deb umid qilaman. Mana bu mashina demak bu yerga kelib, bu yerga kelardi. Bu mashina esa bu yerga kelib, bu yerga kelardi. Ikkala mashinaning ham bu yerdan bu yergacha kelish vaqtlari teng bo'lgani uchun ikkalasini kesib tashladim. Bu demak 1-2-5 masalaning yechimi edi. Endi esa 1-2-6 masalaning yechimi. 1-2-6 masalaning yechimida demak bizga yarim aylana shaklidagi grafik berilgan. Demak, bu yer v0 ekan, bu yer esa t0 ekan. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu 0 bo'ladigan bo'lsa, biz bilamizki, tezlikning vaqtga bog'lanish grafikida bo'yalgan soha nimaga teng? Yo'lga teng. Bo'yalgan soha yo'lga teng. Endi bu yerda ikki xil usuldan masalani yechish mumkin. Oson usul bu geometrik usul. Geometrik usuldan foydalanib ishlab qo'yamiz. Keyin integrallash usulidan ham ishlash mumkin. O usulni ham boshlab qo'yamiz. Demak, birinchi geometrik usul orqali ishlaymiz. Biz bilamizki, agarda mana shu to'rtburchakning yuzini topadigan bo'lsak, bu tekis harakat bo'ladi. Tekis harakatdagi yo'l nimaga teng bo'ladi? Tekis harakatda v0 ko'paygan nimaga teng? t0 ga teng. Bular edi. v0 ko'paygan t0 ni radius orqali ifodalagan bo'lsak,
Mana bu ham radiusga teng, mana bu nimaga teng? Ikkita radiusga teng, to'g'rimi? Chunki mana bu aylanning o'rtasi. Mana bu radiusga teng. Mana bu esa ikkita radiusga teng va buni r kvadrat deyishimiz mumkin. 2r kvadrat. Ya'ni r ni mana bu r ni ko'paytiramiz nimaga? 2r ga. R kara 2r 2r kvadrat bo'ladi. Biz demak 0 kara 0 ni 2r kvadrat deyishimiz mumkin bo'lar edi. Geometrik jihatdan. Endi esa chunki biz aytamizki, bo'yalgan sohaning yuzi yo'lga teng deymiz. Endi esa bizga kerak bo'ladigan masofa s, bizga kerak bo'ladigan yuza, mana bu s nimaga teng bo'lishi kerak edi? Pr kvadrat taqsim 2 ga, chunki bu yarim aylananing yuzi. Endi mana shu proporsiyani nisbatlab yuboramiz. Nisbatlab yuboradigan bo'lsak, 0 taqsim s teng bo'lar ekan 2r kvadrat taqsim pr kvadrat taqsim 2 ga. Va bu 4 taqsim pi bo'ladi. Endi esa bundan s ni topadigan bo'lsak, s bizda pi 0 taqsim 4 ko'rinishida kelib chiqadi. Shu ko'rinishda kelib chiqar ekan. Endi integrallash usuli qanaqa bo'ladi desa, integrallash usuli biz mana shu yarim doirani, endi doiraning yuzini topishimiz kerak-ku o'zi. Yarim doirani mana shunday juda kichik to'rt burchaklarga bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Juda kichik to'rt burchaklarga bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va bunda bitta to'rt burchakning yuzi ds teng v dt bo'ladi. Ya'ni mana bu to'rtburchakning yuzi nima bu? To'rtburchakning yuzi. Mana bu yer dt juda kichkina vaqt. Dt juda kichkina dt. Mana bu esa nima? Qanaqadir v. Shuning uchun v ko'paygan dt. ds teng v ko'paygan dt. Endi bu yerda integrallash degani barcha to'rtburchaklarni mana bu barcha juda kichik to'rtburchaklarni qo'shib chiqish degani. Integrallash degani shu. Endi umumiy s teng bo'lar ekan, demak integral 0 dan 0 gacha v dt ga teng bo'lib qoladi. Va s teng bo'lar ekan 0 dan 0 gacha. V ning o'rniga nima qo'yamiz endi desa, v ning o'rniga hozir mana e'tibor qaratamiz. Mana bu nimaga teng bu vaqt? Mana bu uzunlik 0 taqsim 2 minus t ga teng. Ya'ni qanchadir vaqt o'tgan mana bu yerda. Qanchadir vaqt o'tgan. Shuning uchun 0 taqsim 2 minus t ga teng. Endi mana bu nimaga teng? Bu esa v ga teng. Shuning uchun biz aytishimiz mumkinki, mana bu r ni r kvadrat barobar v kvadrat qo'shilgan 0 taqsim 2 minus t ning kvadrati deb, keyin v ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, v ning o'rniga ilzosida r kvadrat minus 0 taqsim 2 minus t ning kvadrati dt ko'rinishida ifodalab davom etib ketishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda bu usul hozir bizga kerak emas. Bu usullardan, ya'ni mana bu integrallash usullaridan biz biron bir jismlarning massa markazlarini topishda yoki boshqa berilgan kattaliklarni keyinchalik holatlarda topishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi holatda esa bizda mana bu geometrik usuldan yechish osonroq bo'ladi.